Ya'ni mana shu holatdan mana shu holatga olib kelish, shunday holatlargacha bormasligi kerak. Shunga e'tiborli bo'laylik, ota-onalar. Assalomu alaykum. Sizlarga yana bir muhim ma'lumotni sizlarga ulashmoqchiman. Ya'ni umurtqa pog'onasida uchraydigan skoliozlar bo'yicha idiopatik skoliozlar deyiladi. Ya'ni kelib chiqishi noaniq bo'lgan skoliozlar. Bu skoliozlarni og'ir darajasiga o'tib ketishi mana shu bizning e'tiborsizligimiz, ya'ni ota-onalarning e'tiborsizligi bolalarda uchraydigan skoliozni og'ir darajagacha kelishiga sabab bo'ladi. Mana shu bemorimiz misolida hozir men sizlarga ko'rsataman. Mana shu bemorimiz juda og'ir darajali skolioz darajasi o'ta og'ir, yurishlari buzilgan, nafas olishlari buzilgan. Mana shu bemorimiz Andijon viloyatidan juda og'ir darajada kelgan edi. Mana shu bemorimizda mana shu rentgen tekshiruvi, mana rentgenda o'ta og'ir, mana o'pkani bir tomoni qisilib qolgan ujini. Bemor 1987-yilda tug'ilgan. Juda og'ir darajada deformatsiya. Bunga bemorga galatraksiya qo'yildi. Ya'ni 1,5 oy, 2 oy davomida tortilib, umurtqa mana ancha ochildi. Ochilgandan keyin qovurg'alari orasi ochildi va transmittiv fiksatorlar qo'yilib, umurtqasi qotirildi. Va natija mana shunday. Ya'ni umurtqa mana korreksiya bo'ldi, ancha maksimal. Bu og'ir darajali yoshi katta bemorlarda bajarilyapti. Ya'ni umurtqa qotib qoladi. Yosh vaqtida bu umurtqani to'g'irlash osonroq bo'ladi. Ya'ni mana shu holatdan mana shu holatga olib kelish, o'zingiz qarab ko'rsangiz mana ancha farq juda katta. Farqini masalan ko'rib turibsiz. Bu operatsiyadan oldin, bu operatsiyadan keyin. Operatsiyadan keyin, bu operatsiyadan oldin. Mana shu rentgeni do operatsiya, galatraksiya holati va operatsiyadan keyingi rentgeni. Mana shu holatlarda masalan 13, 14, 15 yoshlarda qilinsa, bu mana shunday holatlargacha bormasligi kerak. Shunga e'tiborli bo'laylik, ota-onalar. Vaqtida to'g'irlash kerak. Agar 3-4 darajaga o'tib ketmasligi kerak. 2-3 darajaga o'tyaptimi, demak bu rivojlanib borayotgan skolioz. 1-2 daraja bo'lgan vaqtida mutaxassisga ko'rsatish kerak va buni oldini olish kerak. Ya'ni konservat davolash kerak. Yil davomida rentgendan o'tkazib borish kerak. Ya'ni 1 yilda necha gradusga oshib boryapti qiyshayish. Ya'ni skolioz darajasi oshib boradigan bo'lsa, buni zudlik bilan to'xtatish kerak. To'xtatilmasa, bu og'ir asoratlarga olib keladi va operatsiyasi ham qiyinchilik bilan o'tadi. Vaqtida to'g'ri yondashuv mana shu bemorlarni og'ir asoratlar va uzoq vaqt nogiron bo'lib qolishidan asraydi. Mana shu videoga o'zingizning fikringizni, kommentariyangizni yozib qoldiring. E'tiborlaringiz uchun rahmat.